Mustaqilligimizga ham 35 yil bo'libdi. Bir pasda o'tib ketibdi, ko'ryapsizlarmi? Shu 35 yillik munosabati bilan endilikda birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavatdagi tovarlarimizga chegirma e'lon qilganmiz. Qo'shimchasiga sizlarga juda ham qimmatbaho bo'lgan sovg'alarimizni qo'shib beramiz. Mana shu ko'rib turgan zamishlarimizni mutlaqo sizlarga tekinga qo'shib beramiz yoniga. Bizdan narsa xarid qilsanglar bo'ldi. Mana shularimizni endi sizlarga tekinga qo'shib beramiz. Bu rangi bor, ko'rayotganinglarda yana boshqa rangi bor. Bularning hammasi yangi kelgan. Ayni payti kuzda kiyishga juda ham zo'r narsa. Qizingizga olib berasiz. O'zingizga shubaga kelgan bo'lsangiz, qizingizga buni sovg'a qilib bersak ham bo'ladi. Haggi svetlar bor. Haggi svetlari modada, bilasizlar yo'qmi? Aynan o'qish payti sentabr yaqinlashib qoldi. Sentabrga juda ham zo'r sovg'a bo'lib qoladi. Hali bu hammasi emas. Yana bitta bizning katta sovg'amiz bor. Bu hamma uchun. Sizlarga va'da qilgan sovg'am mana shu bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lgan cho'pper apparatimiz. Hamma narsaga ishlatsangiz bo'ladi. Yutib olish sharti juda ham oddiy. Shu videoga bitta like bosgan bo'lishingiz kerak. 5 ta do'stingizga jo'natib qo'yasizlar. Qarindoshimdan farqi yo'q. Kimga jo'natsanglar jo'natirasizlar. Mana shu chiroyli sovg'ani yutib olish imkoni bor sizlarda. Sizlarga eslatib o'tamiz, chegaramiz amal qilish muddati 8-sentabrgacha. Orqamizdagi sovg'alarni soni chegaralangan, tezroq kelib ulgurib olib qolishingizni so'rab qolamiz. Imamlar chiroyli sovg'ani ham esingizdan chiqarib qo'ymang. Like bosib qo'ying.